Bugün köpçülükə şu kichik balalardagi yurak to'shik ahvolini qanday ahvolda cho'qim to'shikni etkizib o'tishimiz lozim. Qanday ahvolda bu to'shikni etkizib o'tmasak bo'ldi degan mazmunni so'zlab beray. Men Xinjiang Tibbiyot universiteti Bashir Darmoq doktorxonasida Abdussalom doktor. Odatda masalan oddiy qilib so'zlab beray. 15 yoshdan tuvan yuraklik to'shik 3 millidan kichik bo'lgan to'shikni etkizib salib bo'ldi. Agar 15 yoshdan yuqori bo'lib, yurakning to'shigi 3 millidan yuqorilab qolsa, asosan it yutish tavsiya qilamiz. Agar 3 millidan tuvan bo'lib qolsa, shu chog'da tekshirib avval qaraymiz. Ya'ni qanday tekshirish qilamiz degan chog'da yurakning bejoni bir tekshiramiz, undan keyin undan boshqa shu fapavshiyan deydigan bir tekshirish bor. Xuddi bu velosipedning chog'i tishib kelsa, ba'zi to'shikni ko'z bilan ko'ramisak, velosipedning chog'iga yelvirib, suvning ichiga qo'ysak, bulduq bu gazdek bir narsa chiqadi. Shuning natijasi qaraymiz. Fapavshiyan deymiz. Agar ashuningda dalyan chipa bo'lib qolsa, undan keyin shu chog'da o'tkazib salim kechikmaysizlar. Odatda bu 3 millidan kichik to'shik bu bolalarning o'sib yetilishiga asosan jiq ta'sir qilib bo'lmaydi. Endi ba'zi ota-onalarga desak bu to'shik tusa o'tkazmasak bo'lmaydi deb menda o'ylab, shu cho'qim o'tkazibman deb o'ylaydi ekansizlar. Odatda bu to'shikni bek ansirmasangiz bo'ladi. 3 millidan kichik bo'lib qolsa, ya'ni 0.3 san. Agar bu bola mayli kichik bo'lamdi, mayli cho'ng bo'lamdi 0.3 sandan yuqori bo'lib qolsa, eng yaxshisi mush yurakninki becho tekshirishini qilib, mush kasbiy doktorlardan so'rab, mush fikrini ilib, undan keyin etkizish ya etkizmaslikni shu joy qaror qilsangiz bo'ladi. Masalan, so'rash o'yinlar nomer 181 9988 7734. Telefon ulanmaydi, unlarni qaytib maslahat so'rasangiz bo'ladi.